Media jangchilarni yoqtirmaysizmi Nursulton aka? Bular mikrofonni olib, tas gapirib turib, o'rtaga chiqib ishlasa, urushsa, bu bo'laveradi. Shahzodbek Yo'ldoshev jangidan keyin biroz janjalli holat kelib chiqdi. Meni qo'limni ko'tarsa, sizni недовольный bo'ladi, sizni qo'lingizni ko'tarsa, men недовольный bo'laman. Xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi, tushunmovchilik. Siz va Shara Bullet o'rtasida bellashuv tashkil etilishi haqida gap bordi. Men любой qanaqasiga zama. Qaysi jangchi bilan jang qilish o'zingizga qiziq? Diplosis bilan bo'lsa, Avtokompaniya rahbari va unga keyinchalik siz va Doston Bozorovning reaksiya qilib chiqishi. rostakam urushib yurib, rostakam chiqadigan sportsmenlarni tupikka tiqmash kerak. Kimdir sponsorlik qilaman desa, ekranga ko'rinmasdan ham qiladiganlar bor. Assalomu alaykum. Bugun sport obunachilari, bugun sportda intervyular davom etadi. Bu galgi suhbatdoshimiz o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyev. Aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat, yaxshimisiz? Xursandmiz sizni ko'rganimizdan. Rahmat. Boshlayman aka, tayyor bo'lsangiz savollardan. Nursulton aka, oxirgi jangingizni o'tkazganingizga menimcha adashmasam 9 oycha muhlat bo'lib qoldi. Muxlislar nima deydi jangingizni, keyingi jangingizni intiqlik bilan kutishmoqda. Keyingi jang taxminan qachon o'tkaziladi va ehtimoliy raqiblar haqida qanaqadir ma'lumotlar bormi? Xudo xolasa, keyingi jang to'g'risida o'tgan yili mayda urushgan edim. 17-mayda urushgan edim. Keyin ozgina sabab bo'lib, saperniyatka qilgani uchun bo'y bo'lmagan edi. Keyin ozgina travmalarni tuzatdim. Xudo xolasa, bo'y yo aprelda oxiriga yoki mayda boshiga bo'ladi, xudo xolasa. Taxminiy raqiblar endi Reytingidan kelib chiqibmi aytsangiz ham bo'ladi. Misol uchun aniq ismini aytish mumkin emas. Reytingga yaqinroqlar bitta rossiyaliklar bor. Yana boshqa, lekin ko'p hozir 84 kilolarda hammasini ko'pini jangi bor. Yaqinda mana keyingi hafta ham eski saperniklarim tushadi. Xullas ko'pchilik tushadi. Xudo xolasa, qani ko'ramiz, balkim bir uzog'i 1 hafta yoki 2 haftada aniq ham bo'lib qoladi. Saperni уже bo'y berishadi. Ro'zadan 20-dan keyin, 20-fevraldan keyin уже bo'y beramiz degan edi. Nasib xudo xolasa kutib o'tiribman. Уже tayyorgarlik sekin boshladim. Nasib. Tushunarli. Yaqinda O'zbekistonda Mangu nomli liga ochildi va bu liganing ilk turniri bo'lib o'tdi. Siz ham bevosita janglarni kuzatib bordingiz. Qay darajada o'tdi bu turnir? Qay darajada ko'nglingiz to'ldi bu musobaqadan? Shu haqida so'zlab bersangiz. Mangu ligasi ochildi, zo'r bo'ldi. O'zbekistonda qancha ko'p liga ko'paysa, O'zbekistonda sportsmenlarning o'sishi, chiqishi, ko'tarilishi zo'r bo'ladi. Media tomonlama zo'r bo'ldi bu. O'zim ham eshitdim. Turnir Uruyinda o'tdi, zo'r bo'ldi. Bayislar ham hammasi, chetdan olib kelganlari ham. Shu birinchi bo'ydan oxirgi bo'ygacha hamma bo'y zo'r bo'ldi. Rostakam urush bo'ldi. Menimcha bitta menga emas, hamma o'zimizning o'zbeklarga, boshqalarga ham hammasi bo'ylarda hammasi yoqdi, zo'r bo'ldi. Jasur akani ash kuni o'ziga ham aytdim, tabriklayman. Hozir ham Xudo xolasa davomiy bo'lsin, bu yerga ham nasib. Adashmasam shogirdingiz jang qildi, Shahzodbek Yo'ldoshev, to'g'rimi? Shahzodbek Yo'ldoshev jangidan keyin biroz janjalli holat kelib chiqdi. Bu nimadan kelib chiqdi? Men to'g'risi pastroqda o'tirgandim, aniq ko'ra olmadim. Yo'q, janjalli holat emas, hech narsa bo'lmadi. Prosta Tortishuvda, emotsiyada to'g'ri. Shu endi o'rtada sportsmen urushgandan keyin pachkam ali boring 52 bo'y bo'lgandan keyin ikkalamiz bo'y qilsak 52 siz ham men ham yutdim deysiz, men ham yutdim turaman. Meni qo'limni ko'tarsa, siz недовольный bo'lasiz, sizni qo'lingizni ko'tarsa men недовольный bo'laman. Xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi, tushunmovchilik. Shunda aytdim, dedim 15 minut vaqt bor edi o'sha ishlaganida 15 minut ishla. Endi bu yerda ham bitta odam qaror qilib chiqarib qo'ygan bo'lganda talasi bo'lardi. Erta ham sudyalar bor, boshqalar bor. Men ham ko'rdim, bu 52 bo'ldi. Shahzodni yutqizdi deb ham aytalimman. Erta 100% yutdi ham deyalimman. Lekin keyin bo'ylarni ko'rdim, hamma yo'g'ini ko'rganda примерно shu 55 ga 45 bo'lgan Shahzod yutdi ham desa ham bo'ladi. Faqat charchab qo'ygan rostdan ham. Endi bunga apellyatsiya yozamiz deyishgan, apellyatsiya yozishgan menimcha. O'zi Shahzodlar, trenerlarimiz yozgan. Xudo xolasa, endi bu sportda bo'ladi-da. Kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Hammasi normalniy bo'ldi. O'zi sapernikda trener bilan ham gaplashdim, tabriklab qo'ydim Instagramda o'zimiz. Hammasi shunday bo'ldi. Tushunarli. O'z navbatida o'sha Mangu ligasida siz va Shara Bullet o'rtasida bellashuv tashkil etilishi haqida gap bordi. Bu bo'yicha Shara Bulletga taklif ham berildi. Sizning munosabatingiz qanday bu bellashuvga? Xudo xolasa, o'zi yaqinda dekabr oyiga bilsanglar ACB BJJ bu grappling jiu-jitsu bo'lyapti, Moskvada bo'ldi.
Shunga o'zi taklif keldi. Uje men u paytda meni bilasizlar. O'zim ozgina восстановление dedim. Bo'yda ola olmadim. Menejerlarim chiqqan edi. O'zi sal tiklanib olgandan keyin bunaqa shu grapplingga, grapplingga qaytish niyatim bor. Ko'rib, mana hozir UFC'chilar ko'pi UFC'chilar bilan tushyapti, boshqa bo'lyapti. Bu o'zimga ham qiziq. Birinchidan ikkalamizning menejerimiz bitta odam. Ikkinchidan ikkalamiz ham bitta vest turishamiz, vestimiz ham bir xil. Bo'yda ham UFC'da ham, pashti UFC'da ham u ham 5 turishdi, men ham 5 turishganman. Urvin ham pashti bir xil. Xudo xolasa, agar bu Mangu ligasimi, boshqa ligami, qaysi tur ligaga qiziq bo'lsa, menejerimiz bitta demoqchiman, bitta gaplashsa, men любой qanaqasiga zami. Bitta unga emas, boshqa grapplingdan taklif chiqsa, xudo xolasa, bo'yim yo'q bo'lsa-ki, bo'yga chiqaman, kurashga chiqaman. Bu bilan ham xuddi shunday. Agar xudo xolasa bu yoqqa kelishib qolinsa, bo'ladi nasib. O'zimga ham qiziq. Tushunarli. UFC'dagi debyutingizda Bruno Ferreira ismli jangchi bilan to'qnash kelganingiz va mag'lubiyatga uchratgandingiz. Lekin sizdan mag'lubiyatga uchragandan keyin Bruno Ferreira ancha nima deydi, o'zini tiklab oldi. Bir qator janglarda g'alaba qozondi. Hozir adashmayotgan bo'lsam, reytingda ham 15-o'rinda turibdi, topda turibdi. Sizda esa afsuski o'sha turli sabablarga ko'ra biroz orqaga ketish bo'ldi. O'sha faoliyatingizdagi o'sha biroz bo'lsa-da orqaga ketishning bir aniq sabablarini aytib bera olasizmi Nursulton aka, kuzatuvchilar uchun? Endi biza bilishimiz mumkin, muxlislar uchun, kuzatuvchilar uchun. Birinchidan, asha Bruno Ferreira bilan urushganimda 2023-yil iyul oyida urushganman, yozda. Keyin oradan ozgincha vaqtdan keyin bilsangiz, bitta braziliyalik sapernik bergan, Caio Baralhoni bergan. Shu bo'yga tayyorgarlik paytda sentyabr oyida, 2023-yil sentyabrda shu atrobotga paytda tizzam travma bo'lib qolgan, o'ng oyog'im. Travma bo'lgan edi, keyin uje ozgina dam olishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Keyin yana qaytdim bo'yga. Bo'yga qaytib turib, o'rtada yana bitta bo'y urishdim, uni yutdim. Xullas 3-4 ta bo'y urishdim, mana shu bitta oyoq bilan. Bu oyoqda uncha ishlata olmasdan. Keyin shu oxirgi jangimga, bilsangiz, Chicagoda bo'ladigan jangim bo'lgan, Brain Battle'ga qarshi. Shu bo'yga tayyorgarlik paytida, adashmasam, avgustda bo'yimida, iyun nasida. Iyun nasida bu chap oyog'im travma bo'ldi. Chap oyog'im o'ng oyog'imdan ko'ra sal strashniyroq bo'ldi. Fashi tepishni iloji bo'lmadi. Keyin iloji yo'q dedim, bo'yda atkaz qilmay yana dedimda, polni zashita boks bilan tayyorgarlik ko'rdim. Polni tayyorgarlikda keyin formam yaxshi bo'lgan. Bilsanglar, tarozdan ham norma qilib veslar, norma qilib o'tdim. Hamma sababini qildim, prosta u bola ves qila olmadi. O'zim o'zimga ham anaqa keldi, uni vesini tushirmasdan ham urushib yorsam ham bo'lardi. Lekin o'zim holatimdan kelib chiqib turib, ayb menda emasligi uchun bo'yda atkaz qildikda, sirazi keldim, 10 kundan keyin oyog'imni operatsiya qilgizgani bo'ldim. Bordim, o'zi bu Rossiya Esengi territoriyasida birinchi marta ikkita oyoqni birdaniga operatsiya qilish ekan, sviaskani. O'zi doim bitta oyoqni birinchi, keyin qilar ekan. Men ikkovini qilgizdim, vaqtdan yutaylik deb. Shu sentyabrda, yaqinda 2025-yil sentyabrda oyog'imni operatsiya qilgizdim boshda. Shu bilan mana 6 oy o'tgan bo'lsa, 6 oydan beri восстановлениеda, hozir uje yugurishdi, boksda, tepishda, kurashlarda boshladim. Hozircha восстановление zo'r. To'xtalishga keladigan bo'lsa, bitta to'xtalish mana shu sabab bo'ldi. Agar bu travma sabab bo'lmaganda yoki Brain Battle atkaz qilmagan sabab bo'lganda, har 3 oyda bo'yim ketyapti turadi. Birinchi bo'yim fevralda bo'ldi, keyingisi mayda bo'ldi, keyingisi avgustda, xullas har 3 oyda ketyapti turadi. Endi nasib, endi hammasi yaxshilikka, xudo xolasa endi sog'lom bo'lib chiqib, xuddi shunday bitta bo'y urishib, agar bez travma yengil yutiladigan bo'lsa, sirazi 1 oy, 2 oydan keyin yana bo'y. Tayyorgarlikni yaxshi qilib, xudo xolasa bu yil planlar, xudo xolasa niyatlar yaxshi. Topga qaytib olasiz. Xudo xolasa, mana biz bilan urushganlar ham topda, xudo xolasa bu chiqalmaydi degani emas, xudo xolasa biz ham chiqsak bo'ladi nasib. O'z vazningizda qaysi jangchi bilan jang qilish o'zingizga qiziq? Topga kirib kamargacha borishni aytyapsizmi yoki menga qiziq bo'lganini aytyapsizmi? Yo'q, o'zingizga qiziq o'sha vazndagi. Sizdan pastda bo'lsa ham farqi yo'q, tepada bo'lsa ham farqi yo'q. Menga qiziq janglardan adashmasam bitta ikkita bo'lish kerak. Hozir endi oldin kurash ko'p ishlaganman, hozir sal stoykam ham yaxshi bo'lib qolgan-ku. Hozir mana Duplessis chempion bo'lganda bu bolani men nimada ko'rgan edim. UFC Apex'da ko'rgan edim. Parijda yurganda Esiani bayesi bilan. Parijlagan edi, bir neudobniyda, qanday neudobniy, to'g'ri mushot olmay, to'g'ri tepa olmasdi.
Oradan vaqt o'tdi, Vittakerni yutashdi. Shunaqa qilib turib, Adesanani yutdi, boshqa bo'lib, Stricklandni yutib chempion bo'ldi-da. Vashi hech narsasi yo'q o'xshaydi. Udari ham, tepishi ham, kurashi ham yo'q o'xshaydi, lekin o'rtada faqat to'xtatmay tepib, urib turganligi uchun odamga neudobnilik qilyapti. Hali bitta odam stoykada kutib, qo'lda oyoqda ishlayman deguncha, u xolasa qo'l tepadi, xolasa oyoq tepadi. Neudobnilik. Tushunarsiz qanaqalar. Men o'ylayman, shu mashim bilan urishni o'zim xohlayman. Nimaga? Rostdan bu kuchsiz demoqchi emasman, rostdan ham Hamzat bilan 5 raund urishdi. Nechtasini yutdi, lekin o'zimga qiziq qandaydir oson o'tib ketadigan o'xshayman men mashim bilan. Shunaqa deb o'ylayman. Diplosis bilan bo'lsa o'tib ketaman deb o'ylayman-da. Nursulton aka, bilasiz, yana bir UFC jangchimiz Ramazon Chemirov bilan bog'liq, doping bilan bog'liq muammo bo'ldi unda va shuni ta'sirida Ramazon Chemirov ham ancha muddat jang qilmay yurdi. Mana shunaqa doping bilan bog'liq muammolar kuzatilmasligi uchun siz aytib o'tsangiz, aynan kimlar bilan ishlaysiz doping bilan, mana shunaqa masalada, vitaminizatsiya masalasida va adashmasam yaqinda test ham topshirdingiz, to'g'rimi? Bu doping, UFC doping masalasi bo'yicha bu yerda shunaqa narsa borki, bu UFC professionalnida. Doping testi tekshiradigan, agar men hozir mana hozir Toshkentga kelyapti tursam ham, Toshkentga bugun kelib ketganligim uchun men adresimni almashtirmadim. Doping testda lokatsiyani almashtirib turish kerak. Toshkentga chiqamanmi, Qirg'izga chiqamanmi, Amerikaga, Rossiyaga boramanmi, ketishimdan oldin biletimni tashab, mana bu payt mash vaqtgacha chetda bo'laman deyiladi. Ular xohlagan joyingizga boradi ular, topib boradi-da. Endi ana kompyuter sizni tekshirish kerakligini aytsa, boradi ular. Demoqchiman, menejerimiz bor, menejerimiz meni mana shu yonimdagi bolalar ham biladi, uyimdagilar ham biladi. Boshim og'rib qolsa ham, shu UFCdan menejerimdan so'ragan dorilarim bo'lsa ichaman, bo'lmasa uxlab o'tkazaman. Bitta dori ichkim kelyaptimi, menejer 24 soat aloqada turadi. Dorini shunday jo'nataman. Meni ichsam bo'ladimi deyman, 2 minutda javob beradi. Nima desiz, doping testchilar, amerikalik boshqalar, ular ham 24 soat svязda bo'ladi bir-biri bilan. Bizda kunduzi bo'lsa, ularda kechki bo'ladi. Qozog'istonda kunduzi mana kecha Qozog'istondan kelgan, doping tekshirgan. Demoqchiman, so'raydi, aytadi, ichsam bo'ladi, bo'lmaydi deydi. Shuning uchun nima ichsam, nima yegim kelsa, nima ichkim kelsa, menejerimdan so'rayman. Menejerim mana ruxsat, bu ruxsat emas deydi. Vitaminlarga keladigan bo'lsa, proteinlarga, kreatin, shunaqalarga kelsak, biznikilarda orqasida alohida galochkasi bo'ladi. Ko'k, kichkina galochka bo'ladi. Uni vitamin sotadigan joyga borib, galochkasi bor desanglar, o'zi qarab aytib beradi. U sotadimi? Oddiy, mana shu hamma yoqda sotadi. Galochkasi bor. Shularni ichsa, bular ruxsat berilgan. Shuning uchun hali xudo xolasa dopingdan hali bir problem bo'lgani yo'q. Endi qanaqa paytda problem bo'lishi mumkin bilmadim. Ana operatsiya paytida yoki endi xudo ko'rsatmasin shunaqa og'ir vaziyatlarda og'riq qolgizgan nimagadir ichsangiz bo'lishi mumkin, lekin uni ham doktor yozganini bersangiz, xudo xolasa hech qanaqa problem bo'lmaydi. Nasib shunaqa. Tushunarli. Nursulton aka, siz bilan bog'liq bitta mavzu ochilgandi Instagramda, ijtimoiy tarmoqlarda. Anvar Octagon Liga chempioni Anvar Abdullayevning mashinasi va unga mashina bergan avtokompaniya rahbari va unga keyinchalik siz va Doston Bozorovning reaksiya qilib chiqishi. Mana shu mavzular yopildimi? O'sha avtokompaniya rahbari bilan nima deydi, ko'rishib oldingizmi yoki do'stona bir muhitda gaplashib oldingizmi? Nima bo'ldi shu mavzu yakuni? Men odamni tanimayman. Odamni bir marta ham ko'rmaganman, bir marta ham so'rashmaganman, yozishmaganman ham bir marta ham. Anvar o'zimizning ukamiz bo'ladi. Rossiyaga zborga borganimda ham ko'rishganman. Endi sportsmen doim yozib turadi, aka deb hurmat qilib, maslahat so'rab turadi, Amerika masalasida ham hamma yoqda. Endi prosta ko'rdim, bunaqa rostakam urushib yurib, rostakam chiqadigan sportsmenlarni tupikka tiqmash kerak o'zi. Endi men odam tupikka tiqqan deb 100% aytibman, lekin bola ham o'zi ham olaman degan bo'lsa, yo boshqa degan bo'lsa, endi o'zlarining ishi. Lekin bu vaziyatda u bolaning sharoitini bilaman-da men, sharoitini. Hozir O'zbekiston bunaqa oddiy anaqaga 8-9 million kredit menimcha jicha qiyinlik qiladi-da. O'zimizga ham qiyinlik qilsa kerak bo'lsa. Demoqchiman, shuni ko'rdimda, qiynalayotganini ko'rdimda, prosta общий bitta Anvarda emas, boshqa odamlarning ham sponsorlari, boshqa internetda chiqib turganlar, men yordam beraman, u qilaman deb turganlarga prosta tegishtirib aytdim. Sportsmenlarga ham tegishtirib aytdim. Bolalar, ko'zinglarni ochinglar. Kim nima desa ishonavermanglar. Kimdir sponsorlik qilaman desa, ekranga ko'rinmasdan ham qiladiganlar bor. Menga
necha yildan beri mana Amerikada yuraman, yashash turishim bor, biletim bor. Amerikaga bilsanglar har 2 oy 1 oyda boraman. Tudobratni biletlarim bor, yeb ichishim bor, yurish turishim bor. Men bir joyda ishlamasam, UFC'da urushaman. Mana hozir 1 yildan beri urush kim qiladi deysizlar? Menda ham bor sponsor, lekin u sponsor internetga chiqib turib, Nursultonga mana qilyapman, Nursultonga una qilyapman, Nursulton zborni jo'natyapman, stosh olib beryapman deb aytmaydi. Bu odam shunday aka-ukachilik sponsorlik qiladi. Yurish turishimga, hamma yo'g'imga shunaqa sponsorlik qiladi. Men shuni aytdimki, bolalar ko'zinglarni ochinglar. Oldinglarga kelib internetda gapirgan hammaga ishonavermanglar. O'zinglar mana tupikka tiqyapsizlar. Shuning uchun sal kallani ishlatinglar. Sponsorlarga ham tegishli. Kimdir sponsorlik qilaman desa, videoga ko'rinmasdan qilsanglar ham bo'laveradi. Bunaqa $200, $500 pullarni qarzga olaman, men o'zim qarzimni zo'raveraman-da, berib bolalarga berib beraman. Demoqchi bo'lganim, bilsangiz bitta odamni otini ham aytmaganman bu joyda. Agar mana shu gaplarimda bitta odamning ismini palonchi, Shukrullo, Fayzullo deb bitta odamning otini aytmaganman-da. Aytib hamma gaplashinglar bo'lgan. Endi kim ayb bo'lsa o'zi chiqqan. Kim ayb bo'lsa endi podadan oldin chang chiqarib video qilishga boshqa qilgan. Men ham shularga ozgina gapirib to'g'risini aytib qo'yganman. Boshqa hech qanaqa problema yo'q. Bundan keyin ham u ishdan keyin ham ko'rishmadim, gaplashmadim ham. Hozircha jimjitlik. Anvar ham mana o'zi yana bitta aka mashina podarka qildi unga. Shunday quruq podarka qildi. Hozir mana sporti bilan bemalol yuribdi. Hozircha shunaqa gap. O'zi media jangchilarini yoqtirmaysizmi Nursulton aka? Media jangchilarini yoqtirmayman degani emas u. Media jangchilarini sizga hozir qanday misol qilib aytsam bo'ladi? Ularga nisbatan misol ularga keskin, agressiv. Yo'q, unaqa to'g'risi emas. Ular ham pulini topib boshqa qilib, mana shu orqali media qilib yuribdi. Lekin bu tomonni bitta narsani aytib turgan tomonim, agar men o'zim aytmayman, mana birorta odamni aytaylik, mana chiqyap turgan bolalarni aytaylik, Doston Bozorovni aytaylik. Yana ko'zga ko'ringan aytib turishman, Vanefsilarda urushib yurgan bolalar bor, Rezinglarda urushib yurgan bolalar bor, chempionlar bor, zo'r urushayotgan bolalar bor, Ilhomlar, yana bitta Vanefsida Sanjar degan bor, necha 0, mana Xotam bor. Bular urushni ham biladi. Mashlar gapirsa, bularga yarashaveradi. Mediasini ham qilib, urushsa yarashaveradi. Nimaga? Bular lekin gapirmaydi. Bular mikrofonni olib, tas gapirib turib, o'rtaga chiqib ishlasa, urushsa, bu bo'laveradi. Nimaga Makgregorni hamma taniydi? Makgregor ko'p gapirardi, o'rtadan hamma nokaut qilardi. Endi urushni bilmasdan mana qilib gapiraversa, gapirib xohlagan qilig'ini qilsa, Instagramda promofer qilib xohlaganini qilsa, xohlaganini deyishsa, yurishsa, turishsa, yechinishsa, boshqa qilsa, hozir kimi farzandingiz bo'lsa, boshqasining farzandi bo'lsa, uyda iloji yo'q, telefon ushlaydi baba. YouTube'ga kirib beradi, ani o'yin ko'rgani, multfilm ko'rgani kiradimi, nimadirga kirsa, ichida baba YouTube'da chiqib qoladi. So'kinyap turgani, baqircha qilyaptgani, yechingani, barayap turgani, morayap turgani, shunaqalari chiqib qoladi-yu. U bola, yosh bola tez oladi bunaqa narsani. Yosh bola tez olib bitada qaytarishni boshlaydi. Men shu narsalardan cho'chib, nimaga o'zimni uyimizda akamni, ukamni, o'zimni, yaqinlarimni, ukalarimni, qarindosh urug'im, farzandlari bor-da, endi chiqib kelyapti turgan. Bular ham MMAchi bo'laman deyapti. Ertaga MMAchi bo'lib biz turganda shunaqa buyoqlarga o'rganib ketmasin deb turib, sal aytaman, "Ey akalar, ukalar, to'xtanglar. Bormi uylaringizda kattaroq odam bormi? Sal aytinglar, to'xtatinglar, akalaringiz bormi? Undan ko'ra borlar bitta trenerni ushlaylar" deyman. Bitta trenerni ushasa, ustozni ushasa, u ustoz aytadi-da, bir g'alva qilyapti tursa, "Ey, sen o'zingni emas, bizni ham obro'yimizni to'kyapsan, biz zalda ham obro'yini to'kyapsan. Undan ko'ra tek ishingni qil." deydi. Shu uchun men shu ma'noda aytaman. Bolalar sal o'zlaringiz bosinglar, boylar bitta trener olinglar. Yoki urushni zo'r qilinglar, gapiringlar. Shunda zo'r yarashadi. O'rtaga chiqib urushib, nokaut qilib, zo'r urushib turib gapirsanglar, zo'r yarashadi. Lekin o'ziga o'xshaydigan, urushni bilmaydigan bunaqalar bilan urushib turib gapirsa, urushni bilmasa hech kimga yarashmaydi. Bu endi hozir bu gapim bilasiz, tassiz gapiraveryapman, ancha-munchasi yoqmaydi. Uni baleshilariga, uni qarindosh urug'iga, aka-ukalariga, mahalla ko'yiga bu gapim yoqmaydi, lekin yaxshi o'ylasa haqiqat bu. Yaxshi o'ylab ko'rsa haqiqat. Ertaga sizni yoki buni yoki boshqa tanishimizning o'g'illari chiqib shunaqa jinniliklar qilsa o'rtada. Keyin boshini ushlaydi, attan qilibman, bularga balet qilib, bularni qo'llab-quvvatlab deydi. Shu narsani oldini olish uchun sal gapirib turaman kattaligim uchun. Lekin atak endi ular ham yosh bola emas.
Bundan keyin gapirish niyatim ham yo'q. Vash aralashish niyatim ham yo'q. Mayli o'zlarini yo'llarini yursin, yo'llarini ko'rsin, boshqasini qilsin. Men ham o'zim yo'limdaman, boshqamdaman. Vash aralashish ham, gapirish ham niyatim yo'q. Hozir shunaqa anaqaga keldim o'zim. Shunaqa qarorga keldim hozir. Saturn taniysiz aka? Hop. Manda bitta ma'lumot bor, adashmasam, Saturn birinchi intervyusini bergan va o'sha intervyuda shunaqa ma'noda gap ketgan. Eskilarni ko'rpasini berib yuborish vaqti keldimi? Shunga o'xshash ma'nodagi gap, aniq eslolmadim. Va bunga siz reaksiya qilgansiz va undan keyin bilishimcha, ukangiz Mashrobjon Ro'ziboyev Saturn bilan ko'rishib gaplashib olgan. Shu ma'lumot qay darajada to'g'ri? Bunaqa ma'lumot kim aytdi sizlarga bunaqa? Ukam Amerikada yurgan bo'lsa, o'zi ukam Amerikaga 2 yil bo'ldimi ketganiga pashti? 1 yil 2 yil bo'ldi. Ukam faqat borib kelib Amerikada yuribdi, lekin endi bular bilan ko'rishgani o'zi vaqtimiz ham yo'q-da. O'zi katta bola bo'lib qoldik. Bularga menimcha shu yoshda telefonda video qilib gapirganimdan keyin menimcha shu bular endi yoshlik qilib sal gapirgan. Keyin o'zlarining akalarimi kimdirlar aytib chekili, endi qo'y unaqa qilma degan. Menimcha to'xtagan. Atak bu bilan hech kim ko'rishmagan ham, bormagan ham. Bunaqa narsa menimcha bitta ikkita bolalarning intervyusida ham ko'rdim, shunaqa bolalar boribdi, gapiribdi, boshqa qilibdi degandek qildi. Qayerdan olishdi? O'zimizdan, mendan so'ramasdan bunaqa gaplarni gapirishibdi hammasi, lekin bunaqa narsa bo'lmagan. Hech qanaqa narsa, hammasi hali menimcha bular bilan ham ko'rishmaganman ham o'zim, hech qaysinisi bilan. Bir marta ham. Yonma-yon ham kelmaganmiz, ko'rishmaganmiz ham. Shuning uchun menimcha yolg'on bu. Menimcha emas, yolg'on bu. O'zi viziv tashlashni ham tanqid qilgankisiz, o'zbekistonlik jangchiga viziv tashlashi noto'g'ri deb ko'p videolaringizda reaksiya qilgansiz. O'zi viziv tashlashda ham, ya'ni chaqiruv, boshqa bir jangchiga chaqiruv tashlashda ham qanaqadir bir talab yoki me'yorlar bormi o'zi? Me'yor odam birinchi o'rinda o'zini urinini bilish kerak, o'zini. Keyin viziv tashlab turgan odamning urinini bilish kerak-da. Demoqchiman. Men bo'yda urushib, ashani ligada urushib, yaxshi bir ikkita yutganimdan keyin o'zimdan jicha bitta ikkita balandga tashlashim mumkin. Sirazi chempionga tashlanman yoki yangi chiqib kelyapti turganga tashlanman. Yangi chiqib turganga tashlasangiz yutqizib qo'ysa, o'zingizni obro'yingiz tushadi, hurmatingiz tushadi, ana reytingingiz tushadi. Chempionga tashlasangiz aytadi, "Ey, maqda 1-chi, 2-chi, 3-chi nomer, 3-chi nomerlar bor. Qadamma-qadam chiq" deydi. O'zini yo'llari bor. Bizda endi unaqa narsa hozir bo'lmayapti, hamma xohlaganiga tashlayapti. Lekin o'zini joyi bor tashlaydigan. Keyingi savolim, hozirgina mana Mashrobjon Ro'ziboyev haqida gap ochildi. O'z vaqtida Mashrobjon Ro'ziboyev bir muddat UFC jangchisi sifatida e'lon qildi va afsuski qanaqadir sabablarga ko'ra reyestrdan chiqarib yuborildi. Yana o'sha Mashrobjon Ro'ziboyev hozirgi vaqtda nimalar bilan band, yana UFC ga qo'shish ishlari ketyaptimi ukangizni? Shu haqda ham ma'lumot bersangiz, Nursulton. O'zi UFC ga bitta kirib, o'sha kontrakt qilgandan keyin ves qila olmasa yoki qanaqadir mashinaga o'xshash narusheniya qilsa, UFC olish qiyin bo'ladi. Lekin bizni menejerimiz Ali Abdulaziz bilasiz, bu o'ziga urvini bor. Bu ashi bir oydan keyin, adashmasam, bir oydan keyin, ashi ishdan keyin bir oydan keyin telefon qilib, nima gap, yana kiradimi UFC ga? Ha. Davay tayyorgarlik ko'rsin. Yoki Contender Seriesga yoki UFC'ni primo yana kontrakt qilamiz dedi. Keyin oradan vaqt o'tdi-da, biz ham ukamni ham dokumentga topshirdik, yoqda ozgina muddat qoldi. Amerikada yaqinda dokument chiqib birga keldik. Endi hozir pashti ukam kutib turib, adashmasam 2 yil urishmadimi, 1 yildan oshiq urishmadi. 2 yil urishmadi. O'zi bu eskirgan rekordda. Hozir men o'zim ular menga hali biror marta borib, hozir bo'y qilmasa olmaydi degan narsasi yo'q. Ular ukang tayyorgarlik ko'rsin, bo'ldi deyapti. Lekin men o'zim 2 yildan beri urishmaganiga bir ukamni ko'rmoqchiman. Ana bitta o'rtada qanaqa yana 2 yildan beri urishmayapti, o'zini qanday his qiladi, qanaqa urishadi, qaysi vesda, balkim endi 70 ga tushirimiz, 77 da urishtiramiz endi. Shunaqa narsalarni ko'rish maqsadida, xudo xolasa, adashmasam ro'zadan keyin aprel yoki balkim bu Toshkentda bo'ladigan yaqinda katta turnir bo'ladi. Endi hozir aytibman, mayda. Balkim shu turnirga qo'yarmiz. Shu bitta urushtirish niyatim bor, o'zini ko'rish niyatim bor. Xudo xolasa, menejerlarim 2 marta, 3 marta o'zlari so'radi. Faqat bizda o'zimizni ukamni vastanavliyasini tikladim. Ko'p vest tashlagandan keyin bilasiz, qiynalgan odam sal zo'roq tiklanadi. Shuning uchun sal cho'zildi. Nasib, xudo xolasa harakat qilamiz bu yilda. Nasib. Nursulton aka, ko'plab shogirdlaringiz bor, o'ziga yarasha obro'yingiz bor.
o'zingiz yuqorida aytdingiz, O'zbekiston o'zini ligalari ko'p bo'lsa yaxshi deb aytib o'tdingiz. Siz ham kelajakda o'z ligangizni tashkil etish masalasida hech o'ylab ko'rganmisiz? O'zi bizda bilsanglar bir Andijonda turnir qilganmiz. Bizni o'zimizni Patriot Fighting Championship degan ligamiz bor. Bu liga Qirg'izistonda hozir MMA to'xtamasdan oldin VEF liga bo'lardi. Shu bilan bir 4-5 marta, 5-6 marta iyada o'tkazgan, Andijonda bir marta o'tkazdik. Yana o'tkazadigan mahalimizda men o'sha Amerikada qolib ketib qoldim. Dokument ushab, shunaqa vaziyat bo'ldi. U ligamiz bor hali. Lekin bu narsani hozir ochadigan, siz aytgandek keyinchalik bo'lsa buni o'ylab ko'ramiz. Keyinchalikga, lekin hozirga mana shu 1-2 yil ichida o'zimni karyeramga qaratmoqchiman. Faqat zborda qilaman, bo'yiga chiqaman, zborda qilaman, bo'yiga chiqaman. Hali bilinma, uyda ham kam bo'lishim ham mumkin. Uydagilarga ham shunaqa nastroy tayyorlayapman. Nimaga uzoq vaqt qoldimi hozir? O'sha 5-6 oydan beri uydaman. Shuning uchun endi bo'yiga tayyorgarlik, bo'yiga deb hozir nastroylarni to'g'rilayapman. Xudo xolasa nasib 1-2 yildan keyin o'ylab ko'ramiz. Hozir o'zi O'zbekistonda ko'payib qolgan liga, Qozog'iston, Qirg'iziston, Qozog'istonlarda ko'p, Rossiyalarda nasib vaqtga qaraymiz-da, Xudo xolasa. Nursulton aka, savollarim tugadi. Endi blitz qismiga o'tamiz. Hozir siz turli shu jangchilarning turli jihatlarini aytib o'taman. Eng kuchlisini aytishingiz kerak va bu o'zbekistonlik va o'sha jahon MMA ustalari o'rtasida tuziladi. Dastlab o'zbekistonlik MMAchilardan boshlaymiz. Misol uchun zarba qaysida kuchli, kardio qaysida kuchli, mana shunaqa jihatlarini aytib o'tishingiz kerak. Dastlab o'zbekistonliklardan. Tayyor bo'lsangiz boshlayman. To'xtaychi, tayyor emasman. Bitta yaxshisim deb o'ylaychasiz. O'zbekistonliklarda. Demak, boshlaymiz. Dastlab O'zbekiston versiyasi. Zarba kuchi bo'yicha eng kuchli Bagdan Guskov. Kardio. Doston Bozorov. Oyoq zarbasi. Oyoq. Ilhom Nazimov. U Tigerda ko'p yuradi-da, uni stoykasini bilaman-da, oyoqlariga low kicklarni ham zo'r tepadi. Kurashi eng kuchli o'zbekistonlik jangchi. Kurashni ikkita qo'yamiz-da hozir. Kurashni ikkita qo'ysak, hozirgi kunda Xotam bilan Doston. IQ tomondan eng kuchli jangchi. Kallasi ishlash tomondan. Bo'yda. Vanesidagi bola. Sanjar. Yomon kallali ishlaydi shu bola. Aqlli. Stoyka o'tmadim kurash o'tmadim stoyka, shunaqa shu bola yaxshi. Bo'yini ko'raman uni. Tezlik tomondan. Tezlik. Shu Ramazon Temirov tezlik. Chidamlilik. Bu o'sha zarbaga chidamlilik. Udargami yoki polniy общий chidamlilik? Umumiy chidamlilik bo'yicha har tomonlama. Endi chidamlilik o'zim bo'lsam kerak, ikkita kalta yeyman, ko'taraman. To'g'rimi? Menimcha o'zim bo'lsam kerak, yomon ko'p kalta ko'taraman, menimcha. Ya'ni bilmadim, o'zim bo'lsam kerak-da. Endi oxirgi jihatni qo'shamiz. Bu ham trash talkni yaxshi qiladigan va shunga yarasha yaxshi jang o'tkazadigan o'zbekistonlik jangchi. O'zbekistonda buni bilmadim. Endi xuddi shu versiyani jahon anonsiga ko'ra tuzamiz Nursulton aka. Zarba kuchi. Nigano. Kardio. Merab. Oyoq zarbasi. Oyoq zarbasi menga Barboza yoqadi. Edson Barboza. Kurash ikkita. Hamzat bilan Habib. IQ tomondan eng kuchli. Jon Jones. Tezlik. Tez. Dimitrius Johnson. Chidamlilik. Jon Jones. Chidamliligi. Va o'sha oxirgisi trash talkda ham zo'r qiladigan va shu McGregorda. Oxirgi blitsimiz Nursulton aka, endi o'zbekistonlik MMA jangchilaridan ramziy futbol jamoasini tuzib berishingiz kerak. Bu 4-3-3 sxemasida xohlasangiz Darvozabondan boshlaymiz. Futbolda yaqinda ko'rgan bo'lsangiz Furqatbek Yoqubov tuzdi. Sizni darvoza chizig'iga qo'ydi. Darvozabon endi kimni qo'yamiz? Endi tashab mana shu yotib to'sadigan kurashchilar qo'yamiz. Birinchisiga 11 kishini aytishim kerak-da, u ko'p-da u. 11 kishi jangchilar ham ko'p aka o'zi. Darvozaga, Varataga bo'lmasa, Varataga Dostonni qo'yamiz. Doston Bozorov. Zashtaga Mahmud Murodov, Bagdan Guskov, o'zim. Bitta Xotam. 4ta Zashta. 4ta Zashta baquvvatlar bo'ldi rosa. O'rtaga chap qanot, o'ng qanot, chap qanotga bo'lsa, o'ng qanotga bitta Ramazon Temirov qo'yamiz. Mayli bu tom o'rtaga Sanjarni qo'yamiz. O'rtaga Sanjarni. Sanjarni o'ng tomonga qo'yamiz ekan, o'rtaga Said Yoqubni qo'yamiz. U ham yaxshi urishadi endi, urishganiga, urishga qarab qila qolmasak. Oldiga birinchi hujumchi Ilhom,
Ilhom Nazimov. Bo'ylari nochor rostdan ham. Bittasiga Otabekni qo'shamiz. Brachkami? Tohirovni. Otabek Tohirov. Mayli, xarakteri va o'rtog'imni qo'shaylik, Xolmurodni qo'shamiz bu tomoniga. Murabbiy bu jamoaga. Bu jamoaga murabbiy, trenerlarni aytishim kerakmi? Xohlang bitta trenerni bosh murabbiy sifatida qo'ying, xohlang murabbiylar shtabini tuzib bering. Ha, murabbiylar shtabini tuzamiz. MMAdan chiqqanlar o'yinga kirmaydi. Ha, yo'q, hozir jamoa tuzdingiz. Yo'q, jamoadagilarga eskilarni qo'shib bo'lmaydi hozirgi holatda. Bo'ladi, murabbiy sifatida qo'shsangiz bo'ladi. Murabbiy? Ha. Murabbiy. Murabbiylik ham faoliyati bilan shug'ullangan insonlar bo'lishi kerak-da ular. Endi Muzaffar akam bor, uni urushga qo'shish kerak-da. Jujikda yo emasda demayli. Bo'lmasa trenerlikka shu Bekzod akam o'zimning trenerim, Xudyakov, Jasko, Jasur aka 3 ta. Asosiy trener 3 ta, ularning eng kattasiga men trenerim Nodir aka Qodirov. Zo'r jamoa tuzildi. Shunaqa nima desangiz, Nodir akam polni nima bilan, kalla bilan men trenerim stoykadan, Muay Thaidan. Hammasi qaysidir jihatini kuchaytiradi-da. Bittasi Muay Thaidan bo'lsa, bittasi Jasur aka kickboksdan deylik, boks kickboksdan. Dimaka MMA dan. Polni MMA dan u. Bu degani sastav xullas hammasi yig'ildi. Menimcha shunaqa. Zo'r jamoa bo'ldi. Menimcha shu. Aka, rahmat ajoyib suhbat uchun. Sog' bo'linglar. Sizni ko'rganimizdan xursand bo'ldik. Rahmat. Ofisimizda ham bo'lib oldingiz, tez ko'rsak ham. Xudo xolasa nasib keyingilariga bir yaxshi bo'ylar o'tkazib kelib, nasib bo'lsa. g'alabalar bilan Xudo xolasa intervyular mana shu gaplashib o'tiramiz, Xudo xolasa nasib. Nasib, zo'r. Rahmat aka. Rahmat, sog' bo'linglar.